Hammaga salom do'stlar. Men bugungi videoni boshladim. Bugungi videoda biz do'stlar e, draftning final bosqichini o'ynaymiz. E, va yana bitta draft ochamiz. Hozirgi sostav ko'rganingizdek shunday Husanofimiz bor. Perishishni oluvdik, o'tgan videoda ko'rsatdim. Va bugungi videoda biz finalni o'ynab, yana bir draft ochamiz. Ya'ni draftning 3-qismi chiqdi. Hozir chiqadi. Ko'rib turgan bo'lsangiz. Xo'sh, finalda mana Napoli tushar ekan. Napoli bilan ikkinchi marta o'ynayapman. Boshladik. Napoli sostavida 4 ta sariq o'yinchi bor ekan. Yaxshi. Valverde bilan yopishamiz. Xo'sh, Sorlot. Yo'q, ulgurmadi. Va Saliba. Salibadan pas, ajoyib. BMUda tezlik bor. 91 92 tezligi bor va xo'sh, zarba va darvozabon to'syapti. Vitinadan uzoqdan zarba edi va Hausen kalla qo'ya olmadi. Hausen'da kuch kamroq, shuning uchun ham kalla qo'ya olmadi menimcha. Saliba bilan qanotga qochyapmiz. Saliba pas, BMU bilan qanotdan qochamiz va ichkariga uzatma. Aleksandr Sorlot kalla qo'ya olmadi. Nahotki Sorlot kalla qo'ya olmadi. Mayli, Robertson patkat o'xshamadi. Yo'q, o'tmadi pas. Pas o'tmadi. De Bruynedan to'pni olib qo'ydik. Sorlotga pas, Sorlot. Zarba! Darvozabondan yana bir seyv. Hozir yutsak bilasizlar, 50 ta olmos olamiz va DP ham, ya'ni Dream Points ochkolar olamiz. Tinya Sorlotga pas edi, o'tmadi. Targa yopishlarni amalga oshiramiz. Qanot ochiq olib ketibdi. Spinazzola. Valverde ololmadi, ammo xavfli vaziyat. Yaxshi, blok qo'yildi. Saliba tomonidan va Husanov bilan qanotdan qochmoqdamiz. Husanovning tezligi bor. Mayli, pas ortga. Yana Husanovning o'zi. BMU qanotdan qochamiz. Ichkariga yana bir uzatma va Sorlot bu safar kalla qo'ydi va gol. Hisob 1-0, 41-daqiqa. Yaxshi, bu g'alabaga imkoniyat tegani Perishich bo'ldi. Husanov bilan o'yinchi to'sib yuramiz. Husanovdan patkat, ammo tasha olmadi. Saliba, yaxshiyam Saliba bor. Bo'ydor o'yinchi, ya'ni himoyaga kerak bo'ladigan yildiz hamda Luis Openda. Maydonga tushiramiz. Yaxshi, ikkinchi taym boshlandi azizlar. Joao Pedro qanotda Zolisga pas. Zolis. Patkat. Jahlim chiqarmanglar meni. Men ham patkat tashlayman hozir. Yildiz qanotga. Robertson o'tyapti. Robertson ichkariga uzatma beryapti. Joao Pedro! Mana. Ajoyib zarba bo'ldi Joao Pedro tomonidan. Husanov kalla qo'ya oldi. Yaxshi, Mateus Kunya. Patkat o'xshamadi. Husanov. Yo'q, Husanov kalla qo'ya olmadi. Mayli, xavfli bo'lmadi unchalik. Sorlot. Himoyachisi kim edi ularni? Sorlotdan kallada olyapti. Hayron qolyapman. Va jarima zarbasi. Kevin De Bruyne almashtirib yubordi. Ichkariga uzatma. Husanov zarba noni. Davom ettiramiz. Jarima zarbasi. Husanov yaxshi kalla qo'ydi, ammo noaniq bo'ldi. Hausen. Sorlot qanotda Zolis. Ichkariga uzatma bo'ladi, ammo ichkariga hech kim ko'rinmadi. Openda olib qo'yyapti, ammo aniqda neydi? Shtraf qo'ydi. Pas. Yaxshi, kartochka bo'lmadi bu safar.
Sorlotga pas, Sorlot uzoqdan zarba yo'llaymiz, ammo darvozabon to'sib qo'ydi. Darvozabonning bo'yi 2,2 da. 2 metrdan baland darvozabon bo'lgandan keyin bunday zarbalarni to'sishi katta ehtimol albatta. Tizolis, Mateus Cunha, Sorlot, ammo Sorlot negadir san'atga qarab ochilmoqchi bo'ldi. O, yaxshi emas. O'zi katta o'ynagandim. Robertson nima hakam sotib olganmi deyman-da. Hech sariq kartochka olmayapti. Yokida qizilmi? Kartochka olmayapti-da, короче. Xo'sh, so'nggi daqiqalarda ular hujumga o'tmoqda va uzatma qaytardik va o'z nihoyasiga yetdi final bosqichi. G'alaba qozondik. 50 ta olmosga ega bo'lamiz. 1-0 minimal hisob, ammo bizga bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin 651 dp 50 olmos qo'lga kiritdik. Topshiriq bajaribmiz. Sovg'alarni olib olamiz. 13 gacha ochilib ketibdi. Shu anovida kam berarkan draftda. Bu tepadagi Espani 78, 80 berarkan Espa. Kam berarkan, shuning uchun ham sekin yig'ilmoqda. Xo'sh, 3-chi draftni ochamiz. Bu safar kim chiqarkan? Bu safar davay 5-3-2 da o'ynaymiz. Va birinchi bo'lib bizga Lionel Messi chiqdi. Lionel Messini ham o'ynatamiz, davay. Ya'ni Ronaldoni o'ynatdik, endi Messini ham o'ynatmasak bo'lmaydi, azizlar. Donnarumma. Chap qanot himoyaga davay Robinsonni qo'yamiz. Husanov chiqdi, yaxshi. Husanovni ikkinchi marta olmoqdamiz. Jules Koundeni olamiz. William Pacho, Denzel Dumfries olamiz. Rangers olamiz. 4 ta sariq o'yinchi. Albatta bu yerda Martin Odegaardni olamiz, Realning avvalgi o'yinchisi. Bruno Fernandeshni olamiz. Bo'lmasa boshqa hech kimni olmaymiz. Kenan Yildizni olamiz. Ikkinchi darvozabonga David De Gea'ni olamiz. Legendarniy darvozabon bo'lgan u vaqtida. Mark Kukurella, Francisco Acherbini olamiz, chunki u yaxshi o'yinchi bo'lgan va Mateus Cunha, Nick Woltematni olamiz. Reklama ko'rgim kelmayapti-da, shuning uchun chiqqan o'yinchilarni olaveramiz. Nico Williams, Cody Gakponi olamiz. Joao Pedroni olamiz, yaxshisi. Sostavimizning reytingi 82,4 bo'ldi. O'tgan safargi 82,1 edi, undan avval esa 83 reytingli bo'lgandi. Mayli, bo'laveradi. Sostavni best team qilib olamiz va yaxshi sostav rivojlandi bizda. Ikkinchi taymga kimlarni tushiramiz? Buni Nico Ultimate, Cody Gakponi tushiramiz va Dumfries bilan tushiramiz, Robinsonni tushiramiz va o'rtaga Yildizni tushiramiz. Bular esa zaxiradagi charchab qolgan o'yinchilarni almashtirishga kerak bo'ladi. Birinchi raqib doimgidek do'stni ishlatamiz. Doimgidek Atletik Bilbao bo'ladi. Ularning sostavida bitta ham sariq o'yinchi, yo'q, bor ekan sariq o'yinchini darvozaboni Unai Simon. Ispaniyaning asosiy darvozaboni u. Hamma bilsa kerak. Yaxshi, bunday. Bunday solib qo'yapti Martin Odegaard, Messi, Pedro o'tmadi, Pedroning pasi. Martin Odegaard. Olasanmi? Oldi Odegaard. Darvozabon Donnarumma, azizlar. Hozirgi dildagi eng kuchli darvozabon. Joao Pedro aniq pas berdi. Yaxshi, to'pni tez olib qo'ydik. Pedro, Messi shu yerdan turib uzoqdan zarba.
Oz qoldi. Hozir takrorlayroq ham ko'ramiz. Anchagina xavfli zarba edi. Noaniq bo'ldi. Gol bo'lganda eng chiroyli gollardan bo'lar edi. Ronaldo bilan bilasizlar qancha pushka tepdim. Ronaldoning zarbasi yuz edi olganimda. Videoni ko'rganlar bo'lsa ko'rib olsin. Ko'rmaganlar bo'lsa Ronaldo bilan anchagina puchkalar tegdi to'xtan. Va Messi yaxshi ochildi. Xavfli vaziyat 1-1. Zarba 26-daqiqa. Lionel Messi gol uryapti. Yaxshi, hozircha o'yinimiz yaxshi boshlandi. Tezda gol urib oldik. Pedro Messi, Messi, Ankara Messi, Kayra Messi. Yo'q, o'tib ketolmadi Messi, ammo Joao Pedro o'tyapti. Ichkariga uzatma. Messining bo'yi yetmaydi. Bunday Messi, Messi. Voy, noaniq zarba. Messining 2022 kartasi bilasizlar. Argentina chempion bo'ldi o'shanda. Va Amerik Leopard qizil olyapti. Qaysi vaziyat uchun? Hozir bilib olamiz. Lionel Messi sariq olyapti. Tushunmadim nima bo'ldi o'zi? Nega qizil sariq berib yubordi? Vahshiy tushunmay qoldim. Bunday ajoyib podkast. Kunday podkast tashladi o'zi ham. Bunday podkast tashlash kunday ravshan edi. Pedro o'tolmadi. Birinchi taym 1-0 hisobda yakunlandi. Shu o'yinidayoq sariq kartochka bilan javob. Ultimate Gakponi tushiramiz. Gakpo o'ynayotgan mayli. Denzel Dumfries hamda Robinson tushiramiz. Qanotda tez kartochka ko'rganimizdek ancha to'xtab qolgan Marko Kurella bilan Kunde va Kenan Yildizni o'rtaga tushiramiz. Ikkinchi taym boshlandi. Yildiz qopniga oldirib qo'ydi. Ajoyib pas. Acherbi to'pni qaytaryapti. Nick Voltmate'ning bo'yi 1.98 azizlar. Ajoyib o'ynaydi. Nega Yildizga pas beruvdim qolmaydi. Gakpo. Voltmate. Zarba. Noni. Simon to'pni o'tib beradi. Robinson. Darvozabon ushlab olyapti. Edgar. Voltmate Gakpo. Gakpodan zarba. Yana darvozabon ushlab olyapti. Qoyil Simon. Denzel Dumfriesdan ajoyib uzatma. Gakpo o'tib ketadimi? Yo'q, o'tolmadi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin edi, bilasizlar, 1-1 vaziyatlarda. Yaxshi foydalanaman. Yaxshi olib qo'yapmiz. Nick Voltmate Gakpoga, ammo sal kuchliroq uzatma berishim kerak edi. Cherbi ortga olib qochdi. Pacho. Voltmate Gakpo ajoyib chiqib ketmoqda. 1-1 vaziyat. Gakpo aldab o'tdi. Zarba ajoyib. Gol. Gakpo juda ham yaxshi harakat qildi. Ko'rishingiz mumkin, ajoyib o'tib ketgandan so'ng darvozabondan ham o'tib ketdi va gol uryapti. Gakpo. Vivian Berchiche to'pni Voltmate olib qo'yapti. Voltmate Gakpo kallada oladi aniq. Yildiz. Gakpoga o'tmadi. Edgar olib qo'yatanmi? Yo'q, olib qo'ya olmadi hozircha. O'yinimiz nihoyasiga yetdi. Hisob 2-0. Cody Gakpo o'yinning qahramoniga aylandi. 1 ta gol urib. Va videoni o'z nihoyasiga yetkazsak ham bo'laveradi, transferga qaraylikchi. Bo'ldi. Video o'z nihoyasiga yetdi. Hamma uchun rahmat, tomoshalar uchun. Xayr, salomat bo'linglar.